Agar siz targeting sohasida ishlayotgan bo'lsangiz va daromadingizni 500 ming yoki 1,5 mingdan oshira olmayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Men bugun sizlarga qanday qilib targeting orqali 5000 dollar daromadga chiqishni aniq strategiyasini ko'rsatib beraman. Shaxsan o'zim targeting orqali shu yo'lda bosib o'tganman va bugun men sizlarga bu videoda aniq ishlaydigan instrumentlarni beraman. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Ismim Umidjon, 4 yildan beri targeting sohasida faoliyat yuritaman. Aynan shu 4 yilda, deyarli 2 yilda umuman 1000 dollar daromadga chiqa olmaganman va shu 2 yilda analiz qilganimda nimaga men shu 1000 dollar daromadga chiqa olmayapman deb analiz qilib, qilgan xatolarimni to'g'rilab, o'zim bilimim ustida ishlab, ko'nikmalarim ustida ishlab, keyin sekin-sekin 1000 dollar, 5000 dollar, hattoki hozir 10 000 dollar daromadga chiqqanmiz aynan targeting orqali. Hozirda bizda target bo'yicha komandam bor, ya'ni komandamizda 3 kishi ishlaymiz. Bitta project manager, o'zim asosiy loyiha topish, shular bilan qilaman. Bitta targetolog. Shu komanda bilan, kichkina komanda bilan hozir kunda 17 ta loyiha bilan, 17 ta 18 ta loyihalar bilan ishlayapmiz. Bu loyihalarda eng kam cheki 700 dollar, eng baland cheki hozir kunda 2000 dollarlik loyihalarimiz bor. O'rta chekimiz plus-minus 1000 dollar atrofida. Har xil endi bu. Qani bo'lmasam boshladik. Bu video kimlar uchun? Bu video umumiy digital sohasidagi mutaxassislar uchun, ya'ni daromadini 500 ming dollardan oshira olmayotganlar yoki 2000 bo'lishi mumkin. O'ziga yangi mijozlar topolmayotgan yoki shu target bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, qo'shimcha mijozlar, yangi mijozlar topib, ularga chekni oshirishni bilmayotgan mutaxassislar uchun. Bu videodan siz nima olasiz? Agar siz hozirgi sanab o'tgan yo'nalishlarimizda ishlasak, aynan shu yo'nalishlar bo'yicha 5000 dollardan ko'proq daromad qilishni sinalgan usullarni o'rganasiz. Buning uchun ko'proq mijozlar olishda, qimmat sotishni, komanda boshqarishni ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam boshlayveramiz. Bitta narsani yaxshilab bilishingizni xohlayman. Agar siz hozir daromadingiz 1000 dollardan oshirmoqchi bo'lsangiz, hozir siz targetolog bo'lib ishlayotgan bo'lsangiz, sizda target yoqish ko'nikmasi bo'lishi mumkin. Target yoqishda, misol uchun, hard skilllar bo'lishi mumkin, lekin siz 5000 dollardan oshiqroq daromad qilishingiz uchun sizga umuman boshqa ko'nikmalar kerak bo'ladi. Ya'ni target yoqishingiz emas yoki analiz qilish emas, boshqa umuman ko'nikmalar, ya'ni jamoa boshqarish kerak bo'lishi mumkin. Chunki ko'proq loyihaga albatta komanda kerak. Sotuv, tanqidiy fikrlash, umuman shunga o'xshash ko'nikmalar kerak bo'ladi. Targetolog bo'lib siz 5000 dollar daromad topishingiz uncha qiyin ish emas. Ya'ni keling, shu qanaqa qilib 5000 dollar topishingizni ko'rib chiqamiz. Buning uchun birinchi o'rinda dekompozitsiya qilamiz. Ya'ni hozirgi holatda siz o'rtacha cheki 500 dollardan 10 ta loyiha olsangiz, bemalol 5000 dollar daromadga chiqsangiz bo'ladi. Bitta o'zingiz ishlab, bitta o'zingiz bemalol 10 ta loyihani boshqarsangiz bo'ladi. Endi buning uchun nima qilishingiz kerak? Qisqacha varonka emas, nimalar kerakligini aytib o'taman. Shuni qanaqa qilib qilish kerakligini aytaman. Hozirgi holatda siz 10 ta mijozni olishingiz uchun taxminan plus-minus 30 ta uchrashuv qilishingiz kerak. Ya'ni 30 ta klient bilan, sizni mahsulot xizmatingizga qiziqqan klient bilan ko'rishingiz kerak. Buning uchun sizga kerak bo'ladi 80 ta, 100 ta lead, sifatli lead. Ya'ni sizni xizmatingiz haqida ma'lumotga ega, xizmatingiz nimadan iboratligini, qisqacha narxini biladigan 80 ta, 100 ta atrofida lead kerak bo'ladi. Endi umumiy leadlar 150 tadan 200 tagacha kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni qarang, siz o'zingiz uslugingizga, xizmatingizga qayerdan bo'lsa ham, misol uchun 150 ta, 200 ta eng kamida lead olib kelsangiz, ularda 80 ta, 100 ta sifatli bo'ladi. Endi 80 ta, 100 tasi bilan telefonda gaplashib, uchrashuv belgilasangiz, taxminan bir 30 tasi bilan, 40 tasi bilan uchrashuv qilishingiz mumkin. Endi 30 ta, 40 ta mijoz bilan gaplashib, bemalol 10 tasiga o'zingiz 500 dollarlik xizmatingizni sotishingiz mumkin. Buning uchun siz mijozni nima xohlayotganini bilib, unga taklif berishingiz kerak. Endi shularni ko'rib chiqamiz. 5000 dollar daromadga chiqishingiz uchun sizga aniq yo'nalish kerak bo'ladi. Ya'ni biz hozir komandamiz bilan ta'lim sferasida ishlaymiz. Tibbiyot sferasida, qurilish sferasida. Asosiy yo'nalishimiz lekin hozirgi kunda ta'lim. Chunki Toshkent shahrining 10 mingtadan oshiq hozirgi kunda o'quv markazlari bilan, xususiy maktab 2 ta xususiy maktab bilan ishlaymiz. Endi sezon kelyapti, yana ham bu xususiy maktablar, xususiy universitetlar soni ko'payishi mumkin, xudo xolasa. Demoqchi bo'lganim, siz ham o'zingizga yo'nalish tanlashingiz kerak. Ya'ni ta'lim yo'nalishini tanlasangiz, shundan oldin bitta narsani biling. Misol uchun targetolog sifatida 5000 dollar daromadga chiqish uchun siz asosan trafik, lead olib keladigan yo'nalishlarda ishlashingiz kerak. Ya'ni kiyim do'kon, gul do'kon yoki boshqa kosmetika, unaqa mayda-chuyda kichik bizneslar sizga umuman, misol uchun, xizmatingiz uchun 500 dollar pul to'lashi qiyin bo'ladi. To'laydiganlar ham bor, lekin nisbatan kamroq. Lekin siz agar o'quv markazlari, xususiy maktablar
qurilish bo'yicha yoki vebinarlarga trafik olib kirish bo'yicha shunaqa nishalar bilan ishlasangiz, ular sizga bemalol $500 pul to'lanadi. Faqat ularga o'sha $500 ga yarasha xizmat ko'rsatib bersangiz. Demak, birinchi qilinadigan ishimiz bu nisha tanlashimiz kerak ekan. O'zimizga shu qanaqa nishada ishlaymiz. Endi bu sizni o'zingizni holatingizdan, o'zingizni qanaqa nishada o'zingiz kuchligingizni bilib turib qilishingiz kerak. Boshida agar nisha tanlashga qiynalsangiz, hamma nishada ishlab ko'ring, o'zingizga ma'qul nishada tanlab, o'sha nishada ketganingiz ma'qul. Xususan menda ta'lim. Hozirgi kunda ta'lim yo'nalishida, misol uchun, rezultat qilishimiz osonroq keladi. Keyingi qadam bu o'zingizga kes topishingiz, ya'ni yaxshi portfolio qilishingiz kerak. Kamida bitta yoki ikkita bilan siz qo'shimcha loyiha olsangiz bo'ladi. Hozir aytdik, $5000 ga chiqish uchun kamida 10 ta plus minus loyiha olsa, $500 dan 5000 ga chiqamiz. Endi bu 10 ta loyihani qanaqa qilib olaman, ular qanaqa qilib ishontiraman desangiz, sizga обязательно kes kerak bo'ladi. Agar sizni kesingiz bo'lmasa, portfoliongiz bo'lmasa, sizga misol uchun mijozlar ishonishi qiyin. Bitta narsani tushuning, misol uchun sotish qiyin emas. Agar sizni kesingiz bo'lsa, bemalol sotsangiz bo'ladi. Men hozir misol uchun o'zim ishlaydigan sferada bironta loyihani olib borib turib, shunaqa natijani qilib beraman desam, agar men kesim bo'lmasa, u menga ishonishi qiyin. Agar men portfoliyomni shunday ko'rsataman, portfolioda mana shu o'quv markazlar bilan, shular bilan ishlaganmiz desam, bu bo'ldi, menga ishonib, misol uchun o'sha joyda o'zida aplata qilish imkoniyati va foizi yuqoriroq bo'ladi hozirgi kunda. Agar kes bo'lmasa, bu narsa qiyinroq sal. Birinchi o'rinda kes qilishga harakat qiling. Endi agar sizni kesingiz bo'lmasa, sizga bitta zo'r maslahat beraman. Birinchi o'rinda qilishingiz kerak bo'ladigan ish, bironta agentlikka kiring yoki bironta yaxshi targetologga, loyihasi ko'p targetologga shogird tushing. Shaxsan o'zim ham misol uchun boshida kesim yo'qligida targetologga shogirdga tushganman. Shu proyektlarda o'sha paytda 18 ta 20 ta proyektlar bilan ishlab o'zimga kes qilganman. Ma'lum bir muddatdan keyin o'zimga kerakli narsani olib, misol uchun anaqa portfolioni kuchaytirgandan keyin o'zim ishimni boshlaganman. Shundan keyin misol uchun bemalol mijozlarim ko'payishdi, mijozlarga bemalol sotishni boshlaganman. Demak, bu qadam tushunarli bo'lsa, o'zingizga kes qilishingiz kerak. Undan keyin sizga shu gaplashganmiz, misol uchun 200 ta litr qayerdan olasiz, ularga qanaqa qilib sotishingizni ko'rib chiqamiz. Endi mijoz topish bo'yicha, mijoz topish strategiyasiga keladigan bo'lsak, mijoz topishda to'g'risi usuli ko'p. Trafik orqali, misol uchun pulli PCC reklama orqali jalb qilasizmi, ya'ni Target, boshqa instrumentlar, Yandex reklama, Google reklama yoki boshqa, umuman xullas loyiha topishda yo'li ko'p. Tanishlaringizga chiqasizmi, boshqaga chiqasizmi, umuman shunchalik tushirishingiz kerak. Siz 10 ta $5000 daromadga chiqishingiz uchun, 10 ta proyekt olishingiz uchun taxminan 200 tacha tushirishingiz kerak. Endi 200 ta tushirish uchun eng asosiy ishlaydigan usullardan bittasi bu, o'zingizni xizmatingizga reklama yoqishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni birinchisi to'g'ridan-to'g'ri xizmatingizni aytib chiqib, target reklama yoqasiz. Ikkinchisi VSL videodan foydalanib reklama qilsangiz bo'ladi. Men ikkala usulni ham sinab ko'rganmiz. Hozirgacha sinaymiz, chunki agentlik doim loyiha sonini ushlab turish uchun foydalanamiz. Ikkala usul ham ish beradi, faqat ikkala usul ham har xil ishlaydi. Bittasida sal qiyinroq, bittasida sal nisbatan osonroq. Bo'lmasam, birinchisi to'g'ridan-to'g'ri o'zingizni xizmatingizni reklama qilish hech qanaqa anaqa emas. Misol uchun bunaqa reklamalarimiz ham bor. Hozir sizga buni ko'rsataman. O'zingiz xizmatingiz uchun to'g'ridan-to'g'ri reklama qilib, jalb qilishni hozir ko'rib chiqamiz. Mana ko'rib turgan ekranlarda o'zimizni uslubi uchun yoqqanmiz. $50 sarflangan, $55 sarflangan, 46 ta tushgan, reklama narxi $1.20 dan o'rtacha. Endi bu reklama qanaqa qilib qilganimiz hozir mana bitta ko'rib chiqamiz. Qanaqa reklama kreativlardan foydalanganmiz. Обязательно buning uchun ham bizga kes kerak bo'ladi. Boshida bekorga aytmadim, siz обязательно kesingiz bo'lishi kerak. Mana hozir kesimizni aytib chiqib, to'g'ridan-to'g'ri o'zimiz xizmatimizni taklif qilganmiz. 30 kun ichida Target reklama orqali Mudarris o'quv markaziga 200 tadan oshiq o'quvchi olib keldik. Ismim Umidjon, marketing bo'yicha mutaxassisman. Agar siz biznesingizda ham sotuvlar bilan bog'liq muammolar bo'layotgan bo'lsa, biz sizga komandamiz bilan yordam berishga tayyormiz. Agar bizning xizmatimiz orqali natija ko'rmasangiz, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Xizmatimiz haqida batafsil. Birinchisi bu. Ikkinchisi ham xuddi o'sha kesimiz, boshqacharoq qanaqa olganmiz. $200 sarflab 2800 ta it olib keldik va ular uchinchisi ham o'sha kes, boshqacharoq qanaqa qilganmiz. Reklamaga $2200 sarflab 2800 ta it olib keldik va ulardan 310 ta sotuv bo'ldi.
Salom, men ismim Umijon, marketing bo'yicha mutaxassisman. Agar sizni biznesingizda ham sotuvlarni oshirish bilan bog'liq muammolar bo'layotgan bo'lsa, biz sizga komandamiz bilan yordam berishga tayyormiz. Xizmatimizdan foydalanib hech qanaqa natija sezmasangiz, pulingizga 100% qaytarib beramiz. Batafsil ma'lumot olish uchun qolgan xuddi shunaqa reklama kreativlaridan o'zimiz uslubiga yoqqanmiz. Ko'rib turganingizdek, bu endi bitta bunaqani ko'rsatyapman, kampeynni ko'rsatyapman. Shunda mana 46 talik tushgan. Taxminan shundan adashmasam 2-3 ta sotuv bo'lgan. Bu endi $700 xizmatdan bo'lsa ham rost bir necha baravar, bir necha 10 baravar bo'lgan reklamaga sarflangan pulga nisbatan. Demoqchi bo'lganim, siz ham o'z xizmatingizga shunaqa keysni aytib chiqib, qanaqa rezultat qilib berishingizni aytib chiqib, video reklama tayinlab targetga olsangiz, bemalol lead tushadi. To'g'ri, bularga sotish nisbatan sal qiyinroq bo'ladi. Birdaniga misol uchun bitta borib uchrashuvda sotolmaysiz. Lekin 2-3 ta uchrashuv qilib, albatta o'zingiz xizmatingizni eng kamida $500 atrofida, agar sizni holatingizda bo'lsa $500 atrofida sotsangiz bo'ladi. Bu bitta ishlaydigan, sinalgan usul. Endi ikkinchi usulni ko'rsataman. Agar siz shu birinchi usuldan foydalansangiz, o'zingiz xizmatingizga boshida aytib o'tganimdek kamida 200 ta lead olib kelsangiz, ulardan 80 ta 100 ta sifatli bo'lsa, ulardan 30 ta bemalol uchrashuv qilsangiz bo'ladi. 30 tadan $500 dan 10 ta bemalol sotsangiz bo'ladi. Faqat xizmatingizni sotishda biroz qiyinchilikka uchraysiz. Bu bo'yicha ham batafsil gaplashamiz. Ikkinchi usul VSL instrumentidan foydalanib o'zi xizmatingizda reklama qilish. VSL o'zi nima? Bu mahsulot yoki xizmatingizni lead magnet sifatida, ya'ni video shaklda 5-10 minutlik shunga o'xshash video formatida reklama qilib sotadigan sotuv usuli hisoblanadi. Bu ancha samarali, ancha effektiv usul hisoblanadi. Shaxsan o'zim ham bu usuldan foydalanganman. Hozir sizlarga shuni raqamlarni ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, VSLdan foydalanganmiz. VSL videomiz bor. Mana ta'lim sohasida qanday qilib 30 kunda 200 tadan oshiq o'quvchi jalb qilish formulasi nomli VSL video qilganmiz. Bu videoda 560 ta odam ko'rgan, lekin 560 tadan taxminan bir 300 ta 400 tasi shu biznes egalari, shu o'quv markazi rahbarlari. Endi bu ta'lim sohasida bo'lgani uchun asosan o'quv markaziga yoqqanman. Bu videoni ko'rgandan keyin videoda aytib ketganman, maxsus link orqali ro'yxatdan o'ting deb. Bu videoni ko'rgandan keyin mana bu saytimiz orqali ro'yxatdan o'tishadi. Shu orqali bizga mijozlar, zaявкалari tushadi. Shu orqali bu yerda issiq lead bo'lib tushadi. Ya'ni bizni xizmatimiz haqida biladi. Bu VSL videoda misol uchun aniq ishlaydigan instrument berganman. Ya'ni mana o'z sarlavhadan ham ko'rinib turibdi. Qanaqa qilib ta'lim sohasida 30 kunda 200 tadan oshiq o'quvchi jalb qilish. Bu yerda misol uchun shu aynan bu video biznes egalariga foydali bo'lishini aytganman. Undan keyin ta'lim yo'nalishiga 200 tadan oshiq 31 oyda o'quvchi jalb qilish formulasini qadama-qadam tushuntirib berganman. Shu orqali videoni ko'rganlarga maxsus taklif berganman. Ya'ni o'zim shaxsan o'zim sizga shu narsani qilib berishim mumkin degan oxirida taklif berganman va shu orqali shu anaqa sayt landing page orqali ro'yxatdan o'tishgan. Videoni bir 600 ta odam, 550 ta odam ko'rgan bo'lsa, taxminan bizga bu video orqali 13 ta lead tushdi. 13 ta lead ham qanaqa lead qoldirdi. Ularga misol saralab o'zim aloqaga chiqdim. 8 tasiga aloqaga chiqdim. Bundan 4 ta hozirgi kunda, mana hozir paytda bu ishlar endi yo'lga qo'ygan narsam 8 tadan 4 tasiga xizmatimizni sotdik. Bularda cheki yana ham balandroq, ya'ni $800, $1000 atrofida bo'lyapti. Shu orqali o'zimizga mijoz jalb qilyapmiz. Bunda ham shu keysimizni olib chiqib reklama qilganmiz. Endi bunga trafik jalb qilganmiz. Target orqali qanaqa reklamalar qilganmiz, mana ko'rishingiz mumkin. Bunda lead narxi nariga birinchida to'g'ridan to'g'ri xizmatimizni reklama qilganimizda bitta lead narxi $1.5, $120 atrofida bo'ladi. Unda taxminan $50, $60 sarflab qanchadir lead oldik va shundan 4 ta 3 ta sotdik. Endi bunda qarab turinglar. Misol uchun $18 reklamaga sarflaganmiz. Bir 600 ta odam ko'rgan, 550 ta odam ko'rgan, lekin 4 ta cheki undan qimmatroq misol uchun mijozlar kelgan. Reklamaga bor yo'g'i $18 sarflangan. Endi qanaqa qilib video reklama ishlatganimizni bu YouTube'ga yo'naltirish uchun bu videoni sizlardan shunaqa video tayyorlab turib, keyslarni olib chiqib razbor qilib berib, boshqa misol uchun qaysi yo'nalishda bo'lsa ham biznes egalariga qanaqa qilib
shu o'quvchini yoki mijoz ko'paytirish, mijozlar sonini oshirish bo'yicha video qilib turib, trafik jalb qilsanglar, trafikni misol uchun influenserlar orqali, blogerlar orqali, influenser orqali jalb qilsangiz bo'ladi yoki Telegram reklamalar orqali, target reklama, umuman bu videoga qanaqa qilib bo'lsa ham sifatli biznes egasini olib kirishingiz kerak. O'zingizni misol uchun nishangiz bo'yicha. Men targetdan foydalanganman. Eng arzoni target deb o'ylab, shu targetdan foydalanganman. Mana ko'rib turgan bo'lishingiz mumkin. Qanday qilib Toshkent shahrida joylashgan o'quv markazi uchun 30 kunda 200 tadan oshiq student olib keldik. Agar siz ta'lim sohasida tadbirkor yoki marketolog bo'lsangiz, ushbu video aynan siz uchun. Ko'pchilik o'quv markazlarida reklama bor, lekin natija yo'q. Target reklamalar o'qiladi, niyatlar kam yoki sifatsiz, sotuv umuman yo'q. Oxir-oqibat reklama uchun pul sarflanadi, ammo umuman o'quvchi kelmaydi yoki kelsa ham guruhlar bo'lmaydi. Ismim Umidjon, 4 yildan beri targeting sohasidaman. Agar siz ta'lim sohasida faoliyat yuritsangiz, men 30 kunda qanday qilib 200 tadan oshiq student jalb qilish bo'yicha maxsus bepul video tayyorladim. Bu video orqali siz qanday reklamalar ishlaydi, qanday qilib sifatli hamda arzon lead olib berish mumkin, qanday qilib tushgan leadlarni sotuvga aylantirish mumkinligi haqida bilib olasiz. Bu bepul videoni ko'rish uchun hozir pastda tugma orqali ro'yxatdan o'ting. Qisqacha mavzu tushunarli sizlarga. Demak, birinchi VSL video tayyorlaymiz. VSL videoda shu o'zingiz kimsiz, nima sohada yuritasiz, qanaqa qilib shu VSL mavzusidan kelib chiqib, misol uchun o'quv markazi bo'lsa, shu o'quvchi olib kelish yoki klinika bo'lsa, mijoz olib kelish, anaqa umuman qaysi nisha bo'lsa ham o'zini nisha bo'yicha video tayyorlab olib chiqsangiz, biznes egalariga bu ishlaydi. Bunga trafik jalb qilasiz. Trafik jalb qilish yo'llarini aytdim. Qayerdan bo'lsa ham oxirida maxsus taklif berasiz. Maxsus taklifga ham albatta deadline qo'yishingiz kerak. Men bu videoni o'tib ko'rsanglar ham bo'ladi. Bitta linki ham YouTube kanalimda bor. Bemalol ko'rib qanaqa bo'limlardan tashkil topganini ko'rsanglar bo'ladi. Shu orqali o'zlariga birga bir kopiya qilib chopib qilsanglar ham yaxshi ishlaydi. Xullas, bu orqali mana raqamlarga to'xtalsa yana bir bor, reklamaga $18, $19 sarflangan, 109 ta odam shu target orqali o'tgan, 17 sentdan har bitta odam o'tyapti YouTube'ga. Biz bularda kontakt ma'lumotlarini ham Facebook forma orqali olib qo'yamiz, oxirida YouTube'ga yo'naltirib olganmiz. Hali bu yerda ham mijozlar maksimal yo'qotmaslik uchun qanaqa klientlar tushyapti, to'g'ri auditoriyaga yoqdimi, yo'qmi, shuni bilish uchun ham shunaqa qilganmiz. Bu narsa ishlagan. 109 ta tushdi. Videoni 600 kishi ko'rgan bo'lsa, 8 ta bilan ko'rishdim, 4 ta уже sotuv bor. 8 tasi bilan gaplashdim, 4 ta sotuv bor. Demoqchi bo'lgan narsam shu. Siz ham qanaqa qilib bo'lsa ham ikki xil usulni sinab ko'rsangiz, birinchisi to'g'ridan to'g'ri targetda, ikkinchisi VSL videoni sinab ko'rsangiz, bemalol 10 ta klient olsangiz bo'ladi. Buning uchun sizdan talab qilinadigan narsa yaxshi kontentlar, kes, reklama, budjet bo'ldi. Shu narsa yetadi. 200 ta aytib o'tganimdek lead, ulardan 30 tasi bilan uchrashasiz. 10 ta sotuv qilsangiz bo'ladi. Endi kelinglar VSL videoni qisqacha tuzilishi haqida aytib ketaman. Birinchi o'rinda hook bo'lish kerak. Ya'ni, misol uchun meni videomda qanday qilib 30 kunda 200 tadan oshiq o'quvchi jalb qildik. Muammoni aytish kerak. Misol uchun sizda ham shunaqa muammo bormi? Biz bu muammoga shunaqa yechim qilganmiz. Shu misol uchun haqida. Shu keysda ponni razbor qanaqa qilib bu natijani qilgansizlar? Shuni ochib berishingiz kerak bo'ladi. Undan keyin misol unga taklif berishingiz kerak. Endi siz ham bu rezultatni takrorlashingiz mumkin. O'z taklifingizni aytasiz. Bepul misol uchun strategiya tuzib berishi mumkin. Senga bepul, faqat bu kishi misol uchun bu strategiya faqat 5 ta odam uchun amal qiladi deb turib, defitsit aytib turib jalb qilsangiz bo'ladi. Bu orqali qilsangiz sizga 200 ta lead ham kerak bo'lmaydi. Taxminan 50 ta 60 ta lead tushsa, shu VSLdan shuni o'zidan ham 10 ta mijoz olsangiz bo'ladi. Endi eng asosiy bosqichga keldik. Tasavvur qiling, bizda shu qanaqa usulda bo'lsa ham lead jalb qildik o'zimizga, uslugamizga yoki xizmatimizga. Endi bularga o'zimizning xizmatimizni sotishimiz kerak, ya'ni $500 xizmatimizni sotishimiz kerak. Bu qanaqa qilib bo'ladi? Endi bu agar boshlang'ich bo'lsa, sohaga yangi kirgan bo'lsa, sizda sotuv ko'nikmasi bo'lmasa, sal qiyinroq bo'lishi mumkin, lekin buni sekin-sekin takrorlab o'zgartirsangiz, yaxshilasangiz bo'ladi. Shaxsan o'zim ham aniq sanab chiqmaganman, lekin taxminan 200 ta 250 tadan oshiq встреча, ya'ni biznes egalari bilan ko'rishib, shu sotuv skillimni oshirganman. Endi qanaqa qilib o'ziga mijoz olish bo'yicha
qisqa lo'nda formulasini, misol uchun unaqa wow narsa yo'q, o'rgatib qo'yaman. Mijozni olib borasiz. Mijozni olib borganingizdan keyin o'zingiz tanishtirasiz, u haqida ma'lumot olasiz, uni muammolarini bilasiz. Birinchi faqat eshitishingiz kerak bo'ladi. Mijozni qanaqa qilib, qanaqa muammosi bor, oldin target reklama yoqqan bo'lsa, rezultatlari qanaqa bo'lgan, yaxshi ishlagan bo'lsa, nimaga yaxshi ishlagan, ishlamagan bo'lsa, nimaga ishlamaganini analiz qilib, voronkalarni tekshirib, takliflarni o'rganib chiqishingiz kerak bo'ladi. Hamma uni eshitib bo'lganingizdan keyin siz unga aytasiz: "O'zim mendan nima xohlayapsan?" Misol uchun desangiz, u sizga aytadi: "Men sendan 200 ta sotuv xohlayapman yoki 100 ta sotuv qilib berishingni xohlayapman" deysiz. Bo'ldi, agar target bo'lsangiz, bo'ldi deysiz, men senga shuncha sotuv qilib beraman. Faqat misol 100 ta sotuv desa, men senga shu mahsulotingga yoki xizmatingga qiziqqan 1000 ta sifatli lead olib kelib beraman. Shundan sotuv bo'liming 10% konversiya qilib 100 tasiga mahsulot yoki xizmatingizni sota olaman deb, misol sotuv konversiyasini uni bo'yniga qo'yishingiz kerak. Siz bu yerda misol uchun shu 100 ta sotuv xohlasa, men senga 1000 ta lead olib kelib beraman. 1000 ta leadimni sifatiga, narxiga javob beraman. Agar sifatsiz bo'lsa leadlarim yoki narxi qimmat bo'lsa, uslugaga to'lamay qo'yaverasam, men senga bepul ishlab beraman deb taklif bersangiz ham bo'ladi. Boshida bu kafolat bo'ladi, yana ham sizga ishonch oshadi. Desangiz, u ham agar konversiyasi 10% sotib bo'limi qilayotgan bo'lsa, 10% qilib kelayotgan bo'lsa, ha qilaman deydi. Bo'ldi, men senga shu mentalitet olib kelib beraman, sotib bo'limi 10% konversiya qilish kerak deb taklifingizni aytasiz. O'z xizmatingiz narxini aytasiz. Misol uchun xizmatingiz narxini ham bemalol xuddi shunaqa taklif bilan uni muammosini o'rganib, u mendan nima kutuvini o'rganib turib, shunga yarasha taklif beraman. Narxini misol uchun aytaman, $700 bo'ladi yoki $800. Endi vaziyatdan kelib chiqib, loyihani byudjetiga qarab aytaman. U misol uchun bo'ldi, davay ishlaymiz deydi yoki o'ylab ko'raman deydi. O'ylab ko'raman desa, siz unga yana taklif berishingiz mumkin. Agar bir kunning ichida o'ylab ko'rib javobingni aytib yuborsam yoki hozir qaror qabul qilsang, men senga shuncha chegirma qilib beraman yoki menda yana shunchalik bor, shunchasi xizmatimdan foydalanmoqchi, men atigi 2 ta yoki 3 ta mijoz olaman, shularni ichiga qo'shilib qolsang ham qo'shiling yoki bo'lmasam sen bilan ishlamayman hozir, chunki proyektlarim ko'p deb aytsangiz ham bu ham yaxshi ishlaydi. Faqat uning uchun siz o'zingizga uверен holatda, natija ko'rsatib bera olishingizga ishontirgan holatda aytishingiz kerak bo'ladi. Ular shunaqa. Sotuvni qadami qanaqa bo'ladi? Muammosini o'rganasiz, sizdan nima xohlayotganini o'rganasiz. Misol uchun aytgan 100 ta sotuv bo'lsa, 1000 ta lead olib kelib beraman, konversiya sendan desangiz bo'ldi. O'sha joyda уже 90% hal bo'ladi. Faqat bu yerga mijozlar e'tirozlar ustida qimmat degani yoki boshqa eplalasam desa, shu e'tirozlar ustida ishlasangiz bo'ldi. Shunaqa qilib bemalol 10 ta klient olsangiz bo'ladi shu instrumentlar orqali. Bundan keyin sizga yana kerak bo'lishi mumkin. Agar 10 ta proyekt bilan o'zi ishlamasangiz, lekin men shaxsan boshida 10 ta proyekt bilan bemalol ishlaganman. Agar siz 10 ta proyekt bilan o'zi ishlasangiz bo'ladi. Agar ishlanmasangiz, sizga komanda kerak bo'ladi. Aytganimdek, mening komandamda 3 kishi bor. Birinchisi PM, ikkinchisi targetolog, uchinchisi o'zim asosiy vazifalarim proyektlarni beraman, PMga topshiraman hamma narsasini. Yangi mijozlar olib kelish bilan doimiy ishlayman, networking qilaman, tadbirlarga boraman, uslugamga reklamalar yoqaman. Shunaqa qilib, qayerdan bo'lsa ham yangi mijozlar olib kelishga harakat qilaman. Shu PM bilan targetologni boshqarib turaman, ishlarni bo'lib delegatsiya qilaman. PMning vazifasi mijozlar bilan doim aloqada bo'ladi. Mijozlarga hisobotlar, topshiriqlar, mijoz muammosi bo'lsa, ularni xohishlarini yoki muammolarini ustida ishlash, reja tuzish, ya'ni mijoz bilan qanaqa mijozga nima natijaga kafolat bergan bo'lsangiz, o'sha natijaga plan tuzish, targetologga, dizaynerga, kopirayterga, umuman hamma narsaga, komandaga anaqalarga, misol kopirayter bo'lsa, kopirayterga ssenariy yozishni buyurish. Bizda misol uchun bu narsani PM o'zi qiladi yoki men qilaman. Vaziyatdan kelib chiqib shularni topshirish, proyektlarga hisobot berish, kunlik, oylik, haftalik, bu endi kelishuvga bog'liq. Qanaqa hisobot topshirishingizga bog'liq. Undan keyingisi targetolog. Targetologning asosiy vazifasi bu reklama yoqish, reklama metrikalarini analiz qilish, ya'ni CTR, CPC, ROAS, shunaqa metrikalarni analiz qilib, A/B testlar o'tkazib, tahlil qilib, doimiy nazorat qilish. Muammo bo'lsa, muammoni aytish yoki o'zi to'g'rilasa,
o'zi to'g'rilab hal qilish. Komandada asosiy vazifalar shunaqa. Endi tasavvur qiling, siz shu proyektlarni oldingiz, bittami, ikkitami, 10 tami proyektni oldingiz. Endi ularda qanaqa qilib ish boshlashni qisqacha ketma-ketligi haqida ham tushuntirib o'taman. Birinchi, o'zi yangi mijoz bilan ish boshlaganingizda 5 bosqichdan iborat anaqada davom etadi. Shaxsan o'zimda shunaqa, kimlardir boshqacharoq bo'lishi mumkin. Birinchisi, mijozdan brief olaman, uni auditoriyani, maqsadli auditoriyasini o'rganaman. Budjet kelishuvlarini qilaman. PMda, misol komanda xodimlarni tanishtirib, bu proyektga shu PM javobgarligini ham biriktiraman. Nimaga? U klient doim menga chiqib, misol uchun, nima bo'lsa meni aralashtirmasligi uchun. Bu hammada har xil bo'lishi mumkin. Misol uchun, proyektingiz ko'p bo'lsa, bu narsa sizni ancha vaqtingizni oladi. Siz asosiy vaqtingiz yangi mijozlar topish bilan bo'lishi kerak. Ikkinchisi, auditoriyani o'rganganingizdan keyin kreativlar ishlab chiqishingiz kerak. Misol uchun, video ssenariylar yozib, operatorlar bilan videolar olib, misol uchun qilishingiz kerak. 3-bosqich reklamalarni ishga tushirishingiz kerak, test qilishingiz kerak. 4-bosqich tahlil qilishingiz kerak. Mijozga hozirgi holat test qanaqa bo'layotganini aytishingiz kerak. 5-bosqich oxirgisi bu shu oylik KPIlarga kelishgan bo'lsalar, shu KPIlarni bajarish, mijozga hisobot berishdan iborat. Qisqacha video shunaqa. Qisqacha, bu $5000 daromadga chiqish shu etapadan iborat bo'ladi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Tabriklayman bu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun va $5000 daromadga chiqishni qadam-qadam strategiyasini olganingiz uchun. Video manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Endi sizga maxsus taklifim bor. Yuqorida ko'rsatgan narsalarni bir o'zingiz qilishingiz qiyin. Misol uchun, ustingizda mentor bo'lmasa, shu yo'lda bosib o'tgan aniq ustoz bo'lmasa, baribir bitta-ikkita joyda konversiyalar tushishi mumkin yoki sotuvda, hozir men sotuvda qisqacha tushuntirib o'tdim. Yana ham ko'proq, misol uchun, sotuvda ichida muammolar bo'lsa, men o'zimni mentorlik dasturimni ochyapman. Bu mentorlik darsda siz shu aytib o'tgan narsalarning hammasini men bilan qilishingiz mumkin. Daromadingiz, misol uchun, men $2000 bo'lsa, daromadingizni oshirishingiz mumkin. Aytib o'taman, bu mentorlik dasturim 0 dan emas, ya'ni targetni 0 dan o'rgatib o'tirmayman. Targetda biladigan $500,000 daromadi bor yoki undan ham sal ko'proq, lekin undan keyingi etapga o'tolmayapti. Jamoa boshqarishni bilmaydi, sotuv skilli yo'q, boshqa ko'nikmalari yo'q. Odamlar uchun boshida gaplashgan A nuqtamizda odam bo'lsangiz, siz B nuqtaga chiqmoqchi bo'lsangiz, ya'ni shu daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, sohada 2-3 ming eng kamida yoki 5 mingga chiqsangiz bo'ladi. Shu naqa daromad qilmoqchi bo'lsangiz, bu mentorligim aynan siz uchun. Mentorlik haqida batafsil ma'lumot olish uchun pastda link qo'yib qo'yaman. Pastda yoki kanal shapkasida bu yerda qo'yib qo'yaman. Shu link orqali ro'yxatdan o'tib, qilsangiz, shaxsan o'zim bilan birga-bir konsultatsiya bo'ladi. Bu mentorlik sizga to'g'ri keladimi? Mentorlikda sizga qanaqa foyda bor? Hammasini aytib o'taman. Aytgancha, bu mentorlikga atigi 10 ta odam olaman. Uje hozirda menda predzapisda Telegramda yoki Instagramda kurs so'rab yozganlar bor. 4 ta joy to'ldi. Agar bu videoni qo'ygandan keyin tez kunda qolgan joylar ham to'lishi mumkin. Shuning uchun tezroq harakat qilib ro'yxatdan o'ting. Aytganimdek, maxsus taklifni qo'lga kiritish, ya'ni mentorlikka ro'yxatdan o'tish uchun link pastda bo'ladi yoki kanal shapkasida qo'yib qo'yaman. Shu link orqali bemalol ma'lumotlarni to'ldirib ro'yxatdan o'tsangiz bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, xursandman. Xudo xolisa, mentorlikda ko'rishguncha.